Assalomu alaykum. Bugun yana oldi bilan tafsir javharlardan boshlaymiz. 10 bet o'qiyman yana kundagidek. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de alayda bayan kılıngan iradelik 5 çoğun peygamberden biri. Doğru dinin pişvası ve hürmette cimi peygamberlerin adısıdır. O Halilullah, yani Allah'ın dostu degan Ali unvanға ega bo'lgan. Sevirçanlıqda ve dinge bo'lgan ixlasmandlikda kamalga yetgan zotdir. Şuna hamma o'zini uning diniga mansub qilishni va uning ulug' sharfi bilan sharaflanishni armon qiladi. Albatta. Şuna Yahudilar, Hristiyanlar, hatta Arab müşriklermi özlerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinida deb qaraydi. Lekin amaliyotda ular İbrahim Aleyhisselam'ın diniga ergashuvchilarmi? Tabiiyki yo'q. Ularning buzilgan aqidalari, imonsizligi va haqiqatga qarshi chiqishdan iborat kufrligi ularning İbrahim Aleyhisselam'ın diniga emas, balki shaytonga ergashgan maxluqlar ekanligini isbotlab turibdi. Shubhisizki İbrahim Aleyhisselam'ın pak diniga ergashgan va uni kamolga yetkazgan zot Muhammad Aleyhisselam'dir. Faqat Muhammad Aleyhisselam uning sahobalari va ta qiyomatgacha islom dinining parlaq yo'lida mangan musulmonlarning o'zlarini biz İbrahim Aleyhisselam'ın dini bo'lgan to'g'ridan islom dinida deyish haqqi bor. Keyingi oyatlarda bo'lsa Alloh taolo İbrahim Aleyhisselamni o'zining amr farmonlariga itoat qilishda sinaganligi, uning hech ikkilanmasdan Alloh taoloning amriga itoat qilganligi va İbrahim Aleyhisselam bilan Yaqub Aleyhisselam ikkisining o'g'illariga Alloh taoloning dinida mahkam turishni va hayotining oxirigacha bu dinga chin eslib, hayotini musulmonlik holati bilan oxirlashtirishni vasiyat qilganligi bayon qilindi. Chunki iymonning mukofotini to'liq ko'rgan joy oxiratdadir. Muhim nuqtalari. Birinchi, İbrahim Aleyhisselam'ның dini bo'lgan islom dinidan yuz o'rgan odam bu dunyoda xorliq, oxiratda bo'lsa qattiq azobga duchor bo'ladi. Chunki islom dini Alloh taolo nozil qilgan birdan bir samoviy din bo'lib, u Muhammad Aleyhisselam bilan kamolga yetgan. Barliq payg'ambarlar o'z ummatlarini oxir zamon payg'ambari Muhammad Aleyhisselamga iymon etishga buyurgan. Shunga bu dindan yuz o'rish cho'ng xatolikdir. Aqli bir odam haqiqatni topgandan keyin uningdan hargiz voz kechmaydi. O'zining foyda ziyonini bilmaslik ahmoqlarning ishidir. Ikkinchi, Alloh taoloning nazarida qabul bo'ladigan va butun payg'ambarlarning o'rtaq yo'li bo'lgan din islom dinidir. Uchinchi, oila a'zolariga va urug' tuqqanlarga yaxshi ishlar haqida vasiyat qilish fazilatli ishdir va payg'ambarlarning axloqidir. To'rtinchi, Yahudilar bilan Hristiyanlarning o'zlarini İbrahim Aleyhisselam'ның diniga mansub qilib olishi yolg'onchilikdir. Chunki ularning ahvoli va xurofatlari o'zlarining yolg'onchi ekanligini isbotlashga yetarlidir. Beshinchi, inson faqat o'zi qilgan ishlardan so'rildi. Boshqalarning ishidan javobgar emas. İbrahim Aleyhisselam'ның dini va Yaqub Aleyhisselam'ның vasiyati. Bismillahirrahmanirrahim. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما
أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Tercümesi 133. ayet. İyi Yahudiler. Yaqub cem üzüvatqan vaqtida sizlar yenida barmidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar nimaga ibodat qilasizlar deb so'rganda, ular sening ilohing va ota bobolaring İbrahim, İsmail, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uning itoat qiluvchimiz dedi. 134. ayet. Ular o'tib ketgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zi uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Sizlar ularning qilmishi to'g'riliq javobgarlikka tortilmaysizlar. 135. ayet. Yahudilar, Yahudi bo'linglar, shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar dedi. Xristianlarmi, Xristian bo'linglar, shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar dedi. Ey payg'ambar, sen yo'q, biz to'g'ri yo'lda bo'lgan İbrahimning diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degan. 136. ayet. Ey mo'minlar, Yahudilar bilan Xristianlarga aytinglarki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan Qur'onga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan kitoblarga, Musoga berilgan Tavratga, İsa'ga berilgan Injilga, payg'ambarlarga Rabbi tarafidan berilgan vahiylarga iymon etdik. Biz iymon etishda ularning hech birini ayirib etmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. 137. ayet. Agar ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymon etishdan bosh tortsa, albatta sizlarga qarshi maydonda turgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ularga qarshi Alloh sana yetarlikdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Tafsiri. Allah Taala Yahudilarning biz payg'ambarning avlodimiz, biz do'zaxga kirmaymiz. Kirgan taqdirimizdimi u joyda ko'p muddat turmaymiz deydigan quruq orzusiga raddiya berib, burunqilarning qilgan amallarining foydasi va savobi faqat o'zlari uchun ekanligini, keyingilar uchun burunqilar qilgan amallarning foyda bermaydiganligini bayon qildi. Yahudilar kishilarga Yahudi bo'linglar, shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar desa, Xristianlarmi ularga Xristian bo'linglar, shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar dedi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni u kofirlarga bundoq deb raddiya berishga buyurdi. Yo'q, biz hargiz sizlar degandek qilmaymiz. Balki biz to'g'ri yo'lda bo'lgan İbrahim alayhissalomning diniga ergishimiz. Chunki İbrahim alayhissalom mushriklardan emas edi. Sizlar agar Allohning to'g'ri dinini izlamoqchi bo'lsanglar, İbrahim alayhissalomning diniga ergishinglar. İbrahim alayhissalomning dini sizlarga yangi tuyulgan islom dinining o'zidir. Uningda burmalash va o'zgartish yo'qdir. Chunki İbrahim alayhissalom sizlarga o'xshash Alloh taolo shirk keltirib, Uzayrni va İsa alayhissalomni Allohning o'g'li demakdi. Balki u Alloh taoloning bolasi bo'lishdan va har qanday bir shirki bo'lishdan albatta pok va ustun deb e'tiqod qiladi. Biz musulmonlarmi xuddi İbrahim alayhissalom e'tiqod qilgandek Alloh taoloning bolasi yoki biror shirki bo'lishdan ustun va pok deb e'tiqod qilamiz. Uningga hech narsani shirk keltirmaymiz. Amaliyotda qaysimiz İbrahim alayhissalomning to'g'ri diniga mansub ekanmiz? Sizlarmi yoki bizmi? Alloh taolo keyingi oyatda Muhammad alayhissalomni va uning ergashgan mo'minlarni o'zining to'g'ri aqidasini dadil e'lon qilishga buyuradi. Va mo'minlarning iymoni Qur'on Karimda kelgan haqiqatlarni İbrahim, İsmail, İshaq va Yaqub alayhissalomlarning dinida buyurilgan ahkomlarning hammasini o'z ichiga oladiganligini, shundaqla Alloh taolo tarafidan kelgan jami payg'ambarlarga va ularga nozil qilingan ilohiy kitoblarga birdek iymon keltiradiganligini va ularning orasidan biror payg'ambarni ayirib qo'ymay, hammasiga o'xshash iymon keltiradiganligini ochiq jakarlashga chaqirdi.
Chunki haqiqiy iymon Alloh taolaning barliq payg'ambarlarga va nozil qilgan ilohiy kitoblarining hammasiga ishonib iymon etish bilan takomillashgan bo'ladi. Shunga hammaga iymon keltirib, biror payg'ambarni inkor qilgan odamning iymoni qabul emas. U kofirlardan sanaladi. Yahudiylar bilan xristianlar ana shunday kofirlardir. Gerçi ularning o'z payg'ambarlariga iymoni bo'lsa-mu, ularning oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalomni inkor qilish orqali o'z dinining ko'rsatmalarini burmilganlik uchun ular kofirlarning qatoridan bo'lib ketdi. Oxirgi oyatda Alloh taolo musulmonlarga shuni tavsiya qiladi-ki, agar Yahudiylar bilan xristianlar sizlar iymon etgandek iymon etsa, ya'ni Alloh taolo tarafidan kelgan payg'ambarlarning hech birini ayirmasdan hammasiga o'xshashli iymon keltirib, İbrahim Aleyhisselam'ın diniga tamamen uygun bo'lgan islom diniga iymon keltirsa, ular albatta to'g'ri yo'lga hidoyat topgan bo'ladi. Agar ular mushundaq iymon keltirishdan bosh tortsa, bilib qo'yinglarki, ular yana sizlar bilan dushmanlik ichida bo'lgan bo'ladi va ular bilan yo'linglar tamamen ayrilgan bo'ladi. Bu ahvolda sizlar ishoninglarki, Alloh taolo sizlarning ularning dushmanligidan va barliq hiyla mikrlardan qo'g'lashga yetarlikdir. Alloh taolo ularni cho'qim mag'lub qiladi. Yahudilar yuqorqi bayonlardan keyin iymon etishni xohlamadi. Alloh taoloning ular haqida musulmonlarga bergan va'dasi amalga oshdi. O'z vaqtida Madinadagi Bani Qurayza Yahudilarning o'ldirilganligi va Bani Nazir Yahudilarning Madinadan talanganligi buning tipik misolidir. Muhim nuqtalari. Hidoyat faqat islom diniga iymon keltirish bilan bo'ldi. Saodat yo'li faqat islom dinidir. İkinci, peygamberlerden birarsini inkar qilish ularning hammasini inkar qilganga o'xshashdir. Shunga Yahudilar İsa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni inkar qilib kofir bo'lgandek, xristianlarmi Muhammad alayhissalomni inkar qilib kofir bo'lgan. Ammo musulmonlar butun payg'ambarlarga birdek iymon keltirganlikdan ular iymon davosida rostchillardir. Üçüncü, Yahudiler bilan xristianlar musulmonlarga qarshi birlashgan bo'lsa-mu, Alloh taolo musulmonlar bilan hamisha birlidir. Oxirgi g'alaba musulmonlarga oiddir. Ahli kitobga munozara. Bismillahirrohmanirrohim. Sibghatallohi va man ahsanu minallohi sibgha va nahnu lahu abidun. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Tercümesi 138. ayet. Allah bergen renge, yani dinge kiringlar. Allah'tan güzel rang berdigan kim var? Biz onunga ibadet qilguvchilarmiz danglar. Oy, bu tercümesi başka, özü başka. O bir yeri bu ayet. Biz 39. ayet. Ey peygamber etkanki sizler Allah doğruluk biz bilen münazirleşemsizler. Halbuki Allah bizning Murabbimiz, sizlarning Murabbinglardir. Bizning amallarimiz özümüz üçündür, sizlarning amallaringlarmi özünglar üçündür. Biz Allah'a ixlos bilan taat ibadet qilguvchilarmiz.
Allah bergen rengi kiranlar dinga. Subhanallah. Allah'tan mı güzel rang bir kim var? Hemen ahsenu minallahi subhan. Subhan. Bir 140 ayet. Yaki sizler İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun neslinden kelkenleri Yahudi idi, yaki Hristiyan idi demsizler. Aytqanki, bunu sizler obdan bilemsizler yaki Allah mı? Qo'lidagi Allah'tan kelgan bir guvohlikni yushirgan Adamdinmi, zalim Adam barmı? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emas. 141 ayet. Ular o'tib ketgan bir ummatdir. Ularning qilgan amallari o'z uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Sizlar ularning qilmishi to'g'riliq, javobgarlikqa tortilmaysizlar. Tafsiri. İbn Abbas radhiyallohu anhu bundoq degan. Xristianlar yangi tug'ilgan buvoqlarni 7-kuni Mamudi deb atilgan seriq rangli suyuqlik bilan bo'yaydi. Bundoq qilishni xristianlik bilan bo'yganlik deb e'tiqod qiladi. Ondan u buvoqni endi bu rasmiy xristian bo'ldi deydi. Alloh taolo ularga raddiya berib, Sibghatalloh ve men ahsanu minallahi sibgha ve nahnu lahu abidun degan oyatni nozil qilgan. Bu vaqtni mundaq bo'yash xristianlarning e'tiqodida uni tozliqanlik hisoblanadi va xatnining o'rnida turadi. Shunga xristianlar o'g'il bolalarni xatni qilmaydi. Oyatda xristianlarning bu odatiga raddiya berilgan holda musulmonlarning mundaq bir bo'yoqqa muhtoj emasligi va imondan iborat Alloh taolo ato qilgan tabiiy bo'yoq ularga yetarli ekanligi bayon qilingan. Chunki oyatga sibghatalloh degan so'z lug'atda Allah bergen rang degan ma'ni ifodalaydi. Ba'zi mufassirlarning qarashicha Alloh taolo ato qilgan bo'yoqdan iymon ko'zda tutildi. Chunki oyatda sibghatalloh degan so'z lug'atda Allah rang bergen degan ma'ni ifodalaydi. Ba'zi mufassirlarning qarashicha Alloh taolo ato qilgan bo'yoqdan iymon ko'zda tutiladi. Chunki iymon insonni kufrning kirlaridan tozalaydi. Demak, Müslüman bo'lish boshqa bir bo'yoq bilan bo'yinish emas, balki o'zining yaratilishdagi tabiiy holatiga va safligiga qaytishdir. Chunki har bir inson islomni qabul qilishga hozir bo'lgan holati bilan tug'iladi. Payg'ambar alayhissalomning "Ma min mavludin illa yuladu alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi ev yumeccisanihi. Yani her qandaq bo'yoq islomga tug'iladi. Ondan uni ota-onasi Yahudi qilib o'tadi yoki Xristian qilib o'tadi yoki otashparast qilib o'tadi degan so'zi bu ma'noni ifodalaydi. Ko'p sonliq mufassirlar sibghatulloh degan so'zga Allohning dini deb ma'no aytgan. Shunga bizmi sibghatulloh ve men ahsanu minallahi sibgha ve nahnu lahu abidun degan oyatga Allah bergen renge, yani dinga kiringlar. Allah'tan mı güzel rang berdigan kim var? Biz onunla ibadet kılgıçlarımız danglar deb ma'na etdik. İman etqanlar, Yahudiler bilen Hristiyanlarning oldida o'zinglarning dinini dadil e'lon qilinglar ve ularga aytinglar ki Alloh taoloning nazarida qabul bo'lgan islom dini eng yaxshi dindir. Biz Alloh taoloning bizga ato qilgan hidoyati va inomlari uchun shukr qilgan holda uningga itoat qiluvchilarmiz. Uning o'ziga ibodat qiluvchilarimiz, sizlar o'zinglarning batil dininglarni to'g'ri degan muddaoinglarni o'tirg'a qo'yib, Alloh taoloning dini to'g'risida biz bilan munozirlashamsizlar. Shuni unutmanglar ki Alloh taolo bizning Rabbimiz, sizlarning Rabbinglardir. Yani Alloh taolo hammamizning Robbi va egisidir. Sizlar bilan biz Alloh taologa bandilikda o'xshashmiz. Sizlarning qilgan amalinglar o'zinglar uchun, bizning qilgan amalimizmi o'zimiz uchundir. Biz qilgan bütün amallerimizde faqat Alloh taoloning roziligini izlaymiz. Din va dunyolik barliq ishlarimizda Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish ko'ramiz. Bilib bilmay sodir qilgan gunohlarimiz uchun Alloh taolodan mag'firat tilaymiz. Jannat mayli qandaq millatdan bo'lsin yoki qabiladan bo'lsin, Alloh taologa iymon keltirib, uning dinida mahkam turgan va islom dinida buyurilgan yaxshi amallarni qilgan mo'minlarning boradigan joyidir deb e'tiqod qilamiz. Sizlardek bizdan boshqasi jannatga kirmaydi demaymiz. Sizlar qaysi dalil sifatinglarga tayinib, jannat bizningdir, uning bizdan boshqalar kirmaydi deysizlar? Sizlarning buzuq e'tiqodinglar va haqiqatga qarshi qilmishinglar sizlarning o'p-ochiq yolg'onchi ekanliklaringizni isbotlab turibdi.
Ey Yahudiler ve Hristiyanlar camiası, sizler qandaqmı özünlerini İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub ve onun ilgilik evlatlarının dinine mensup kılısılar. Ular hemmisi Allah Taala'nın bir ekanligiga chin iman etgan, onunğa şirk keltirmagan kishilardir. Ammo sizlar bo'lsanglar, Hristiyanlaringlar İsa alayhissalomni Alloh shirk qilib olgan, Yahudilaringlar Uzayrni Alloh shirk qilib olgan tursanglar, sizlar o'zinglarni qandoq İbrahim alayhissalomning avlodiga o'xshatsizlar? Qo'lida Alloh Taolo tarafidan kelgan ochiq guvohlik tursimi, uni kishilardan yoshirgan odamdan zolim odam yo'qdir. Bu guvohlik bo'lsa, İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub qatorliq payg'ambarlarning naslidan kelgan mo'minlarning Yahudi yoki Xristian emas ekanligi, balki İbrahim alayhissalomning haq dinda ekanligidir. İbrahim alayhissalomning haq dinda ekanligidir. Ey Yahudilar bilan Xristianlar jamoasi, Allah Taala sizlarning bu razil qilmishinglardan hargiz muqobil emas. Qiyomat kunida sizlarni bu qilmishinglar uchun cho'qim javobgarlik tortadi va tegishli jazoinglarni beradi. Allah Taala yuqorqi bayonlardan keyin burunqilarning amali bilan o'zlarini xush qilib faxrlangan, amaliyotda ular ergashmaydigan kofirlarga raddiya berib, burunqilarning qilgan barliq amallari ularning o'zi uchun, sizlarning amallaringlar o'zinglar uchundir. Sizlar burunqilarning yaxshi amallaridan nasib ololmaysizlar. Ularning qilmishlari uchunmi javobgarlikka tortilmaysizlar deydi. Muhim nuqtalari. Hidoyat faqat islom diniga ergashish bilan, saodat islom shariatiga amal qilish bilan, kamolat darajalariga yuksalish faqat Alloh taologa chin yurakdan bog'lanish bilan bo'ladi. Ikkinchi, yangidan iman etgan odam g'usl qilib poklanishga buyurildi. Yangi tug'ilgan boboqqa 7 kunlik bo'lganda uning ismini qo'yish, aqiqasini qilish, beshini tushirish qatorliq ishlar dinimizda buyurilgan sunnat amallaridir. Bu Hristiyanlarning boboqlarini 7 kunlik bo'lganda maxsus suv bilan yuvib tozalagandan afzaldir. Uchinchi, Muhammed alayhissalomni inkor qilganlik barliq payg'ambarlarni inkor qilganlikdir. Yahudiler İsa alayhissalomni inkor qilish bilan kafir bo'lgan bo'lsa, Hristiyanlar Muhammed alayhissalomni inkor qilish bilan kafir bo'lib ketdi. Ammo musulmonlar barliq payg'ambarlarga iymon keltirdi. Shunga ular haqiqiy mu'minlardir. To'rtinchi, har kim o'zining yaxshi yomon amallarining mukofotini yoki jazosini ko'rdi. Hech kim boshqa birisining qilmishiga mas'ul emas va hech kim boshqa birisining qilmishi sababli javobgarlikka tortilmaydi. 5. Yahudi va Hristiyan degan atalg'ular insonlar tarafidan paydo qilingan. Samoviy din azaldan birli din bo'lib, nomi islom, ya'ni bo'ysunish edi. Bu dinga e'tiqod qiluvchilar musulmonlar, ya'ni Allohga bo'ysunuvchilar deb ataladi. Allah Taala Qur'on Karimda payg'ambarlarning peshvosi İbrahim alayhissalomning dinini ta'riflab, "Va ma kana İbrahimu yahudiyyan va la nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman va ma kana minal mushrikin." Yani İbrahim Yahudi emas, Hristiyan emas, lekin to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi musulmon edi. Mushriklardan emas edi degan. 6. Haqiqatni yoshirishning gunohi og'irdir. 7. Ajdodlarning axloq fazilatlarini davomlashtirmay turib, ularning nasabiy yoki yaxshi amallari bilan maqtanishning foydasi yo'qdir. Haqiqat. Allah Taala uchun mal bo'g'izlash orqali qon yiqitib, Alloh taoloning farzand ato qilganlik ne'matiga shukr ado qilish deganlik bo'lib, iqtisodiy qiyinchilik bo'lmagan kishilar o'g'il boboq uchun 2 qo'y, qiz boboq uchun 1 qo'y bo'g'izlasa bo'ladi. Qila olmasa gunoh bo'lmaydi.
Yerimiz gitti. 24'ündeyiz. Çok şükür. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükür.
24. madde. Geçmişte elde ettiğiniz başarıları hatırlayın. Bu başarılar üzerine gurur duymak size nasıl bir motivasyon sağlamaktadır? Geçmiş başarılarınız üzerine gurur duyun. Çünkü bu başarılar gelecekteki zorlukların üstesinden gelmeniz için bir motivasyon kaynağıdır. Evet.
Aleykümselam. Sonrasında ve Jardin'e döndüklerinde Bekir'in motosikletlerinin makineli tüfek dolu sepetiyle birlikte kapının yanındaki çimenlerin üzerine park edildiğini gördüler. Rachel Vian'a döndü. "Sizinle birlikte içeri gelmemizi ister misin?" Vian, Rachel'in bakışlarındaki endişe için minnettardı. İstese arkadaşının ona yardım edeceğini biliyordu ama bunu nasıl yapacaktı ki? "Hayır, Mercy. Biz iyiyiz. Muhtemelen bir şey unuttu ve yakında tekrar gidecek. Son günlerde nadiren geliyor." "Isabella nerede?" "Güzel soru. Her cuma sabahı güneş doğmadan önce evden gizlice çıkıyor." Arkadaşına doğru eğildi ve kulağına fısıldadı. "Sanırım bir çocukla buluşuyor. Ne mutlu ona." Via'nın buna verecek cevabı yoktu. "Kartpostalleri bizim için yüzbaşı bek mi gönderecek?" diye sordu Rachel. "Öyle umuyorum." Vian bir dakika daha arkadaşına baktı. Sonra yakında öğreniriz dedi ve Sophia'yı eve soktu. İçeri girdiklerinde kızına yukarı çıkıp kitap okumasını söyledi. Sophia böyle talimatlara alışkın olduğu için bunu umursamadı. Vian kızı ile Beck'i birbirinden olabildiğince uzak tutmaya çalışıyordu. Beck yemek masasında oturmuş ve önüne kağıtları yaymıştı. Vian içeri gelince başını kaldırıp baktı. Bir damla mürekkep, dolma kaleminin ucundan önündeki beyaz kağıt parçasındaki mavi yıldızın üzerine düştü. "Madam, harika. Dönmenize sevindim." Vian ona doğru dikkatle ilerledi. Bir paket kartpostalı elinde sıkıca tutuyordu. Bir parça sicimle bağlanmışlardı. "Benim burada bazı kartpostallarım var. Şehirdeki arkadaşların yazdığı kocalarımıza. Ama nereye göndereceğimizi bilmiyoruz. Belki bize yardım edebilirsiniz." Ağırlığını huzursuzca bir ayağından değerini verdi. Kendini son derece savunmasız hissediyordu. "Tabii ki madam. Sizin için bu iyiliği yapmaktan memnun olurum. Bunu başarmam her ne kadar zaman ve araştırma gerektirecek olsa da." Kibarca ayağa kalktı. "Aslında ben de tam komandantürdeki amirlerim için bir liste hazırlıyordum. Okulunuzdaki bazı öğretmenlerin isimlerini öğrenmeleri gerekiyor." Dedi Vian. Adamın bu bilgiyi ona niçin söylediğinden emin değildi. Yüzbaşı işinden asla bahsetmezdi. Zaten çoğu zaman hiçbir şey hakkında konuşmuyorlardı. Yahudiler, komünistler, eşcinseller, hür masonlar,
Yehova şahitleri, böyle insanlar tanıyor musunuz? Katolik olduğumu biliyorsunuz yüzbaşı. Biz okulda böyle şeylerden bahsetmeyiz. Eşcinsellerin ve masonların kim olduğunu da pek bildiğim söylenemez zaten. Öyleyse değerlerini biliyorsunuz. Anlamıyorum. Ben anlatamadım. Kusura bakmayın. Bana okulunuzdaki Yahudi ya da komünist öğretmenlerin isimlerini verirsiniz, çok memnun olurum. İsimlerini niçin öğrenmeniz gerekiyor? Tamamen evrak işleriyle ilgili. Biz Almanları bilirsiniz. Liste yapmayı çok severiz. Gülümsedi ve Vian için bir sandalye çekti. Vian önce masadaki boş kağıda baktı. Sonra da elindeki kartpostallara. Mektup Antoni'ye ulaşırsa belki ona cevap yazma şansı da olurdu. Böylece Vian da sonunda kocasının hayatta olup olmadığını öğrenirdi. Bunlar gizli bilgiler değil, yüzbaşı. O isimleri herhangi birinden öğrenebilirsiniz. Yüzbaşı ona yaklaştı. Biraz çabayla, madam, kocanızın adresini bulabileceğime ve sizin adınıza ona bir mektup gönderebileceğime inanıyorum. Bu umutlu olur mu? Umutlu doğru kelime değil yüzbaşı. Bana söylemek istediğiniz bu uygun olur mu? Olacaktı. Zaman kazanmaya çalışıyordu ve bunun farkındaydı. Daha kötüsü bunu adamın da bildiğinden emindi. Güzel diliniz konusunda beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Affedersiniz. Viana bir kalem uzattı. Endişelenmeyin. Endişelenmeyin madam. Tamamen evrak işleriyle ilgili. Vian kağıda kimsenin ismini yazmayacağını söylemek istedi ama ne anlamı olacaktı ki? Adam şehirde bu bilgiye kolaylıkla ulaşabilirdi. Herkes o listeye girecek olan isimleri biliyordu. Bebek böyle bir baş kaldırı yüzünden onu evden atabilirdi. O zaman ne yapardı? Oturdu, kalemi eline aldı ve isimleri yazmaya başladı. Listenin sonuna geldiğinde durdu ve kalemin ucunu kağıttan kaldırıp yumuşak bir sesle bu kadar dedi. Arkadaşınızı unuttunuz, öyle mi? Eksiksiz yazmak istediğinizden eminim. Vian gerginlikle dudağını ısırdı ve isim listesine baktı. Bir anda bunu yapmaması gerektiğinden emin olmuştu. Ama başka seçeneği var mıydı? Adam evini ele geçirmişti. Onu kovarsa ne yapacaktı? Midesinde bir ağrı hissederek son ismi de yavaşça listeye ekledi. Rachel de Champlain. Bu kadar olsun. Neler kalmış bu? Stuck in immaturity, how pure orientation stunts healthy development.
Aa, başlamamış bu. Kalsın. 8. Oh, 8. The dangerous flight from failing. Walking through the halls of my son's high school during lunch hour recently, I was struck by uh, how similar it felt to begin in the halls and lunchrooms of the juvenile prisons in which I used to work. The posturing, the gestures, the tone, the words, and the interaction among peers I witnessed in this teenage throng all bespoke an area in vulnerability. These kids seemed incapable of being hurt. Their demeanor bespoke a confidence, even bravura, bravura that seemed unaccessible but shallow at the same time. The ultimate ethic in the peer culture is cool, the complete absence of emotional openness. The most esteemed among the peer group affect a disconcertingly unruffled appearance, exhibit little or no fear, seem to be immune to shame, and are given to muttering things like doesn't matter, don't care, and whatever. The reality is quite different. Humans are the most vulnerable from the Latin vulnerare to, to one of all creatures. We are not only vulnerable physically, but psychologically as well. What then accounts for this discrepancy? How can young humans who are in fact so vulnerable appear so opposite? Is their tongueness, their cool demeanor an act, or is it for real? Is it a mask that can be default when they get to safety, or is it the true face of peer orientation? When I first encountered this subculture of adolescent invulnerability, I assumed it was an act. The human psyche can develop powerful defenses against a conscious sense of vulnerability. Defenses that become ingrained in the emotional circuitry of the brain. I prefer to think that these children, if given the chance, would remove their armor and reveal their softer, more genuinely human side. Occasionally, this expectation proved correct, but more often than not, I discovered the invulnerability of adolescents was not act, no pretense. Many of these children did not have hurt feelings, they felt no pain. That is not to say that they were incapable of being wounded, but as far as their consciously experienced feelings were concerned, there was no mask to take off. Children able to experience emotions of sadness, fear, loss, and rejection will often hide such feelings from their peers to avoid exposing themselves to ridicule and attack.
Invulnerability is a camouflage they adopt to blend in with the crowd but will quickly remove in the company of those with whom they have the safety to be their true selves. These are not the kiddos I'm most concerned about, although I certainly do have a concern about the impact an atmosphere of invulnerability will have on their learning and development. In such an environment, genuine curiosity cannot survive. Questions cannot be fairly asked. Naive enthusiasm for learning cannot be expressed. Risks are not taken in such an environment, nor can passion for life and creativity find their outlets. The kiddos most deeply affected and at greatest risk for psychological harm are the ones who aspire to be tough and invulnerable, not just in school but in general. These children cannot don and doff the armor as needed. Defense is not something they do, it is who they are. This emotional hardening is most obvious in delinquents and gang members and street kids, but is also a significant dynamic in the common everyday variety of peer orientation that exists in the typical American home. Okay, it's enough. Bugün müşücülük basın. Hem Allah'a Allah emanet. Wow.